Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Xo'p, hozir bozordan yetalab olib chiqib ketilayotgan, sotilgan, qaytarib olib ketilayotgan mollar narxini so'raymiz. Aka nech pul bo'pti ekan? 35 ona bola, bola buqa. Nechinchi tug'ishik ekan? Ikkinchisi. Yaxshi, bir 10 litr atrofida suti borga o'xshadi. Aka, yaxshimisiz? Nech pulga oldingiz buni? Sotilmadimi? Qanchadan qaytdi ekan? Qulog'ini achin ekan-a? 30 million 500 dan qaytibdi. Hozir pauza qilib turaylik. Yaxshi. Narxini bilmaysizmi aka? Bilmadik aka. Narx qancha ekan? Qancha bilmaysiz? Bilmadik. Pauza qilib turaylik. Amak qancha bo'ldi jupa? 16. Sizchi? 21. 21 bo'g'ozmikan bu yo bolasimi? Ha, bolasi bor ekan-a. Ana 21 bolasi bor. Nechinchi tug'ish dedi? Ikkinchisi. Bir 8 litr sut bor dedim axir. 8 litr. O'zimiz ham bilib qolibmiz mana. Qulog'ini ajin. Chorva plus. To'singlar. Agar u qanchadir dedi, yozib qo'yamiz, esdan chiqib ketadi tez yangilarda. Aka nech pulga olinibdi? Aka bilan loqada. Buqa nech pulga olinibdi aka? 25. 25 million. Martaval aka, nech pul bo'ldi? Oldingizmi? Qaytdimi? 16 dan qaytdi. Buchi? 15 dan qaytdi. Nargisi 16 dan qaytdi. Shu qaytdilar boshlandi. O, Baydil aka, yaxshimisiz? Qanchaga sotmay qaytarib ketyapsiz? 23. Yo, oldingizmi yo? Yo'q. Ha, sotilmay qaytdimi? Oldi 20 ga. 23,5 ga bermay qaytarib olib ketyapti ekanlar. Oy, 12 million. 12 million. Yaxshi. Tushungan odam yaxshi-da aka. So'ramasak ham shuni aytib o'tib ketaveradi. Haydi. Yaxshi. Shu bunisi qancha bo'pti? 2.25 bo'ldi. 2.25. Ana. Bu nech pul? 14,5, onajin. Buchi? O aka, nech pul bo'ldi? Bilmayman. Ya, yana bola nech pul bo'pti aka? 27 bo'ldi. 27 bola zo'r ekan-a lekin. Aqomlar pul kelsin. Qancha suti bor ekan? 8 litr sizlar, ertalab tekshirib. Bir 3-chi tug'ish ekan-a, xudo xolasa. 3-chi bolasi. Bola buqa. Qo'yil lekin bor. Bola buqa, ama bolasi zo'r ekan. Chorva plus. Bolasi zo'r ekan 3-chi tug'ishiga. Qanchadan bo'pti ekan bular aka? Yangi alqozlar. Qanchadan? 8 dan. Men deydi boshqalarni 20. Yaxshi, haqiqiy bozor tashlabdi unda. Zo'r. Hammasi 8 dan bo'pti. O, yana bola qancha bo'ldi to'qol? 24. Nechinchi tug'ish ekan? Birinchi tug'ishi. Bolasi xunajimi? Bolasi xunajimi? Qancha suti bor dedi? 10 litr. 8 litr beraversin, ama lekin rossiyskiy bo'lsa berishi mumkin. O, buni qancha bo'pti mana aka buqa? Bilmaysizmi? Buqalar qanchadan bo'pti aka? Bilmayman. Siz ham shopir. Mashinalar olganimizda zo'r bo'lardi narxlarini bilib. Aytmadilar. Aka nech pul bo'ldi? 23. Bo'g'ozmi yo? Qochgan ekan-a, yaxshi. Siz ham bilmaysiz. Aka yangi arqon nech pul bo'pti? 22. 22 dedilar adashmasam. Bu nech pul bo'pti yana bola? Qaytdimi? Qancha savdo qildi? Qanchadan qaytyapti? 45 dan. Rossiyskiy 45 dan qaytyapti. Bolasi xunajin ekan. Pauza qilib turaylik, raza chiroyli sigir kelyapti. Hozir so'rab ko'ramiz.
Ey yashang, bitta tortganda qaytarib qo'ydi mana. Ko'ramiz. Qancha bo'pti aka? 17 million. Qochganmikan bo'g'ozo? Qisir. Bunisi-chi? Shep, narga. Nech pul bo'pti aka? Sotilmadi. Bu-chi? Sotilibdi bu. Egasi yo'q. Shep nech puldan bo'ldi bular? To'g'ri. O'zi shopir odam mol yetalashidan bilinadi. Dadil yetalaydi molni. O'zimiz ham sekin bilib qolamiz shekilli. Baribir so'rab ko'raveraylikchi, shopirlarni ba'zi birlari bilishi ham mumkin. Shuning uchun so'raveramiz. Aka nech puldan oldingiz bularni? 27.2. Baqilasa aka. Yarali, baqirma. Va nech puldan bo'pti bular? 16.5. 16.5 jupiya? Ha, jupiya. Yaxshi. Bozor tashabdi. Ha, bozor tashab. Bozor tashab. Tashlar 8 million, 16.5 bo'lsa 8 million 250 dan. Yaxshi. Bular qisirgami mana ular ikkalasi? Okalar. Ha, bular oka qushxonaga. Ha. Qisirga. Nargi dunyoga. Bu olindimi aka bu? Mana shuni ko'p. Ehtiyot bo'ling aka. Olindimi aka bular? Ha, 30 15 dan 30. Buchi? 25. Mana 15 dan 30 bo'lganlar, bu 25. Menimcha bo'g'ozga o'xshadi ana shu. Anchagina yaqin. Nech puldan olindi? Qaytdim, bilmaysizmi? O, Qo'chqorda aytib yuboring. 46. Mana boyaga sigir chiqib ketyapti, bolasi buqa. 46 bo'pti mana shu Qo'chqor. Qo'chqormi o'zi? Qo'chqor. Qanchadan bo'pti aka? Nech puldan bo'ldi Elmurod? 7.5 dan bo'ldimi? Qanchadan? Yo'q, buqa ekan-a. Donasi 11 million 200 dan. Ikkalasi bir xil narxi. Yaxshi. Kutamiz. Ena bola qancha bo'pti ekan? Qanchaga olsa aka ena bola? 68. Bola Qo'chqormi? 68. Qo'lida 68. Nech pulga oldingiz aka? 26.5. Birinchi tug'ish ekan-a? Yaxshi. Bolasi buqa ekan. 26.5. Buqa nech pulga olinibdi aka? 18.2. 18 million 200. Toshni shopir yetalab kelyapti. Shopirmisiz aka? Bilmaysiz narxini baribir. Qanchadan? 26.5. Jupi 26.5 o. Shunaqami yo? Shunaqa bo'ladi, boshqasiga to'g'ri kelmaydi. Endi so'rash bizdan. Oqsab qopti-yu, qanchadan olinibdi bular? 13.8, mana uni bilmayman. Bu 13.8, narigisini bilmas ekanlar. Mana. Nech pulga olinibdi xonajin aka? Qudan. Qancha sotilmay qaytdimi yo? 15 millionga bo'ldi. 15 million? 15 millionga olinibdi. Shu qo'zichoqlar so'raylikchi, qo'zichoqlar kerak deganlar rosa. Aka. Aka, biz bilib qoldik, shopirmas ekansiz. Qanchadan oldingiz? 6.5. 6.5. Mana shuni olaylik. 7.5dan qaytdi. 7.5dan qaytdi shu xonajin, o? O? O, bo'g'oz qancha bo'pti aka? O aka, bo'g'oz 23, bir 8 oylik shekilli. Ay, kuni qolgan ekan, kun. Hech qancha qolmabdi, tug'ar ekan. Aka siz 6.5 dedingizmi? Zo'rlarini tanlabsiz lekin. Yaxshi kunlarga buyursin. Aka, assalomu alaykum, qanchadan bo'ldi? 18 ga 14 ga chiqqan bo'ldi.
Bu 14 ikkalasi. 14 2. Bular 18. Şu 3tasi 18 bo'ladimi shunda hozir? Uchalasi 18, narigilar 14 2. Ikkita katta. Ash toylarni so'ralmay qoldik-da, toylar. Assalom. Yaxshimisiz? Chorva bilis. Yaxshi, rahmat. Sizingiz charchamasdan sog' salomat. Ot bozordan kelyapsizmi? Ha, bir ot olamiz. Ha. Buni ham bilmaysan aka. Hey, yasha. So'rab kelgin bugundan keyin. Nech pulga oldi, shep? 96 bu, 96. 96 bo'g'oz ekan-a? Yetti tezroq. Ay, dishib, ha, bu tushundim. Buqa qancha? 20. Demak, sutdan chiqay degan payt ekan. Qanchaga oldingiz uka? Bilmaysiz, shopir ha? Siz ham shopir. Bu shopirlarni yetalashidan tanib qopman. Bag'am shopir. Siz qanchaga oldingiz bu ena bolani? Shep. Ular qancha bo'ldi buqa? 27. 27. Ikkalasi. Xo'p, qancha? 23 million. Arzon bo'ptimi? 23 million. Bolasi xunajin ekan. 23 million. Nahot sherigi buqani. Bo'g'oz qancha bo'ldi? Ikkalasi 60 ha? Shu safar to'g'ri eshitdim. Buqani qanchaga oldingiz? 12. Yaxshi. Bu nech pul bo'pti ekan sizga? 17. 17 qisir bo'lsa kerak, bilmadim yana. Pauza. 16. Yashang aka, sizdan boshqa odam bo'lgancha og'zi kelganini aytaverardi. Nech pul bo'pti ekan, shef? Boshliq, nech pul bo'pti ekan? Bunisi 16, bunisi 18. Bu 18, 16. Lekin jicha kattaroq ekan. Yaxshi. Ola 18 bo'pti, talg'iri 16 bo'pti. Bu 15 ha? 15. Yaxshi. Yaxshi, bozor ancha maromiga tushib qopti. Bu qancha bo'ldi? 17, 19. Buqa 17 bo'ldi. Buqami bu qanaqa? Buqa 17 bo'ldi. Yugurmadik. Aka, buqachalar qanchadan bo'ldi? 12,5 ga 13. Sotiladi. Yugurmay qoldingiz-ku. Qancha bo'pti? Qaytibdi. Assalomu alaykum. Sizingizga sog' salomat, charchang. Ha, ijod olyapsiz. Qancha bo'pti ekan? 28,5. Jupi. Jupi 28,5. Zo'r bozor. 28,5. Buqa baribir shopir odam yetalab ketyapti. Mana so'rasak bo'ladi. Qancha bo'pti? Sigir qancha? 28,5. Yaxshina, chorva plus. Otni oldingizmi? Yo'q, uloq. Ha, uloqqa. Endi ot bozorida oldin o'tib ketganizga so'raymiz-da. Pauza qilamiz. Xo'p, akalar, bozor oxiri kutib turamiz. Faqat sotilganlar qo'yamiz bugun. Ichkari kirishga vaqt bo'lsa kiramiz. Bugun hafta kuniga seshanba 17-fevral 2026-yil holatiga Shahidon mol bozoridan yetalab olib chiqib ketib, sotilmay qaytganlar hammasini birma-bir so'rab aytmaganlariga xafa bo'lmaysizlar, ama ko'p shopir bo'ladi. Aka, qanchaga oldingiz? 12. 100 kam 12. 100 kam 12. Yo'l kirasi bilan 12 ga boradi.